Assalomu alaykum do'stlar. Zamonaviy uy chizmasi admini Muslimbek Sheymirdonov. Har bir insonning qalbida bitta orzu yashaydi. O'z uyiga ega bo'lish. Faqatgina devorlardan iborat emas, balki oila vaqti, farzandlar kulgusi va kelajak quvonch to'plangan uy. Bugun sizlarga ana shunday maskan loyihani taqdim etamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Mana bu chizma sizning ertangi kuningiz boshlanishi. Uzunligi 2280 cm, eni esa 940 cm maydonda, har bir chizig'ida puxta hisob-kitob, har bir o'lchamida oila farovonligi mujassam. Bu oddiy loyiha emas, balki kelajagingiz poydevoridir. Loyihamizda qulaylik va farovonlikka katta e'tibor qaratilgan. Xo'p, darvozaxonadan kirganimizda mehmonxona hamda dushxonaga kirish mumkin. Tashqi tarafda esa ikkita kirib chiqish eshigi mavjud. Birinchi eshik koridor orqali oshxona, kattalar xonasi, bolalar xonasi va shu razmerda koridor tashkil qilingan. Ikkinchi eshigimiz eng muhim jihati kelajak uchun mo'ljallangan alohida kirish va chiqish eshigi yo'li ham mavjud. Bu esa kelin-kuyov uchun qulaylik yaratadi. Bunda bitta mehmonxona va bitta yotoqxona mavjud. Har bir xona keng, yorug' va havodor. Har bir burchak oila vaqti uchun mo'ljallangan. Bu uyda siz ertalab quyosh nurlaridan bahramand olasiz. Kechalari esa oila davrasida tinchlik va huzur topasiz. Azizlar, bu loyiha oddiy uy emas, bu orzularingiz manzili. Bu devorlar orasida quvonch, muhabbat va kelajak avlodning baxti yashaydi. Agar siz ham shunday zamonaviy va qulay uy loyihasiga ega bo'lishni istasangiz, biz bilan ekrandagi nomerlar orqali Telegramga bog'lanishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosing va orzularingiz sari bir qadamni biz bilan tashlang. E'tiboringiz uchun tashakkur.